Berayotgan kishi birinchi o'rinda o'sha berayotgan ilmiga o'zini tutishi bilan javob berishi kerak. O'zida bo'lishi kerak. Odobli bo'linglar deb aytayotgan odamni o'zida odob bo'lmasa, undan hech kim odob o'rganmaydi. Xotirjamlikka chaqirayotgan bo'lsa, o'zida bo'lmasa o'sha xotirjamlik, muloyimlik, insonlar undan xotirjamlikni o'rgana olmaydi. To'g'ri so'z bo'linglar deyotgan kishida kuyuzlamachilik ko'rsangiz, to'g'ri so'z bo'linglar dedi, lekin o'zlarida shuni ko'rmayapmiz deysiz va siz bu kishidan voz kechasiz. O'z-o'zidan sizda tanlash huquqi bor bu narsani. Xuddi shunaqa o'quvchilardan ham talab qilinadigan narsa xolislik. Niyatlaringizni jiddiyligi, rostdan ham shu ishni, shu ilmni o'rganishni xohlayapsizmi yoki boshqa jihatiga e'tibor qilyapsizmi bu ilmni? Yuzaga qarayapsizmi? Niyatlaringiz jiddiy emasmi? O'zingizga ishonchingiz yo'qmi yoki qarshingizdagi o'sha ustozingizga ishonchingiz bo'lmasa ham siz ilm ola olmaysiz. O'sha ustozga ishonch degani sizga to'g'ri keladigan jihati bormi? Ko'nglingiz tortyaptimi? Menga yoqdi shu inson. Desangiz siz undan ilm ola olasiz. Ilm chunki yo'qoladigan narsa. Ilm o'rganishli sabablari ham bor, uni o'rganish degan, lekin odatda ilm yo'qoladi. O'sha ilm beradigan insonni oldida yuraversangiz, u bilan gaplashish, uni eshitish, u bilan suhbatlashish, sekin-sekin uni aytganlarini qilishlik orqali sizga yuqadi. Hammadan ilm ola olmaymiz. Har kimdan ilm ola olmaymiz. Yoki bizga kelib, oldimizdan chiqqan hamma narsani o'rgatib yotgan odamlardan narsa o'rganmaymiz. Odatda o'ziga tortsagina o'rganamiz. Menga yoqyapti, meni o'ziga tortyapti desa, ya'ni oldin hurmat qilsangiz, sevsangiz, keyin o'rganasiz undan biror narsa. Ilm shu orqali yuqadi. Va ilm kimligi yuqmaydi. Ilmni yuqish sabablari ham bor. Avvalambor inson qalbini tozalashi kerak. Qalbida ilmga moyillik bo'lgan, qalbidan ilmga sevgi bo'lgan, muhabbat bo'lgan kishilarga ilm yuqadi. Hattoki ilm sizni o'zi qidirib kelishi ham mumkin. Siz uni orzu qilib, havas qilib, ilmli bo'lib qolsamidi, men ham shunaqa ilmlar ichida yursamidi, sizga shunaqa imkoniyat eshiklari ochiladiki, ortiqcha harakat qilishingizga hojat ham qolmas ekan. Ilm yo'lida yurishga harakat qilsangiz, bir kuni bundoq orqaga qayrilib qarasangiz, ilm ahlidan biri bo'lib qolganligingizni ko'rasiz. Chunki havasingiz kuchli edi va bu holatda siz xolisisiz. Ilm uchun xolisisiz. Chunki ilmning egasi Alloh taolo u o'zini istagan bandalariga beradi. Va shunaqaki, uni toza bo'lmagan qalb egalariga bermaydi. Yomon niyatda ishlatmoqchi bo'lgan bu ilmni manfaatlari boshqa tomonga qaratilgan, o'zi uchun emas, olib boshqalarga bermoqchi bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'ziga singdirish emas, olib boshqalarga uzatib yuboramiz deyotgan kishilarga ham odatda ilm yuqmaydi. Chunki ilm bozorda sotiladigan narsa emas. Uni mundoq qilib olib, o'rtada turishaman deb boshqasiga olishchi berilaman deyiladigan, bir baholanadigan narsa emas. Ilm juda bebaho narsa. Hozir aytib o'tganimdek, Alloh taolo o'zi istagan bandalarga beradi. U qaysi ilm bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi ilmligining umuman ahamiyati yo'q. O'sha ilm yuqmayaptimi? Yo siz unga mos joyda emassiz, yoki ular sizga mos joyda emas. Yoqqan joyidan ketmang. Yoqmagan joyini esa darhol tark eting.